Menimcha o'zi hokimlik, boshliqlik yoqmaydigan odam kam bo'lsa kerak. Qay nuqtai nazardan? Aynan bir mansabga, bir martabaga erishishda emas, oddiy mana shu oilani kattasi bo'lganda ham o'zini bir boshliqdek, boshqaruvchidek his qiladi. Buni endi yana ham soddaroq aytadigan bo'lsak, qaynona, qaynota deyishimiz ham mumkin yoki ota-ona. Har bir ota-ona uni farzandlari biror bir ish qilayotganda, biror bir qaror qabul qilayotganda undan izn so'rashini xohlaydi. Bu yoqadi. Nega? Bu birinchidan e'tirof. Ya'ni siz ko'proq bilasiz, shunaqa qilmoqchiman, maslahatingiz kerak, iltimos, yo'l yo'riq ko'rsatib yuboring degan gaplar bu ta'kid, e'tirofni namoyon etilishi bo'ladi. Bu albatta yoqadi. Lekin afsuski bu yoshlarga yoqmaydi hozir. Qarangki, kattalar va yoshlar o'rtasida mana shunaqa ziddiyat bo'lib qoladi. Xo'p, yoqmasa nima qilish kerak? Birinchidan, agar bu menga yoqmaydi deb yoshlar aytsa, bu menga yoqmaydi deb kattalar aytsa, orada muvozanat buziladi, munosabatlar darz ketadi va albattaki hammasi alohida yashashga, bir-biridan izolyatsiya bo'lishiga zarurat tug'ilib qoladi. Yoqmaydi deb emas, qanday qilsam ma'qul bo'ladi, yoqadigan tomonni topishim kerak degan ozgina mulohaza qilib ko'rish kerak. Ruxsat so'rash, maylimi, ruxsat bering degan ohangda emasdek, bir maslahat tarzida fikrlarni so'rash bu hurmat belgisi hisoblanadi. Chunki yillar o'tadi, bugungi yoshlar ham ertaga ota-ona, qaynona bo'ladi. Ularda ham mana shu holat davom etishi mumkin. Lekin balkim zamonlar o'zgarib ketib, bilganini qilsin, nima qilsa o'zi biladi, menga farqi yo'q deydigan ota-onalar bo'lishi ham mumkin. Lekin nima bo'lganda ham bizning milliy qadriyatlarimizda kattalardan izn so'rash, ruxsat so'rash go'zal odob namunasi hisoblanadi. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Ruxsat so'rash o'zi yaxshimi? Sizga qiyin emasmi? Shu haqda ham fikrlaringizni yozing azizim. Omon bo'ling.